Idealdagi portfel strategiyasi. Kripto bozorlarda ko'pincha $1000, $10,000 va $100,000 uchun eng yaxshi kripto portfel strategiyasini so'rashadi. Bilasizmi, mablag'ning ko'p yoki kamligi portfel tuzilmasiga ta'sir qilishi kerak emas. Eng maqbul yo'l bu soddalik. Mana masalan, sizda $1000 bor. Buni qanday sarflaymiz? Dastlabki $500 Bitcoin va efirga, qolgan $500 esa boshqa narrativlardagi top altcoinlarga ajratib chiqasiz. Va xuddi shu nisbat $10,000, $100,000 portfel uchun ham birda ishlaydi. Ko'pchilik mablag' ko'paygani sari ko'p altcoinlar sotib olishni boshlashadi. Biroq mantiqan olib qaraganda bu asossiz. Sababi kripto erkin bo'linadi. Bu aktivlar bozoriga o'xshamaydi. Uni bir dona qilib sotib olishingiz shart emas. Aytaylik, $1 ga, $10 ga yoki $100 ga ham sotib olishingiz mumkin. Natijada barcha aktivlar foiz hisobida bir xil harakat qilaveradi. Xo'sh, siz ushbu miqdordagi portfellarni qanday taqsimlagan bo'lardingiz? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Video foydali bo'lsa do'stlaringizga ulashib, ijtimoiy tarmoqlarimizga obuna bo'lishni unutmang.